Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa bugun biz 14-may sanasiga Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida mana bugungi ko'rsatadigan qo'ylarimiz irg'och qo'zilar. Irg'och qo'z aka. Ha, irg'och qo'zilar. Hop. Buni o'ziga ikkita partiya qilamiz, ha? Ha, xudo xolasa bunizdan erkak qo'zim bor. Xudo xolasa ikkinchi partiya shunday akajon. Hop. Hozir son nechta bu yerda aka? Buni soni az aka. Xo'p, bu yerda hozir 40 bosh bor. Shu yerdan nimadan tog'dan kelyapti, 16 bosh bor. Jami 56 bosh. Agar shu bir joyda olaman desa, buni o'zini tavsiya qilamiz. Oldini qaytarib. Agar yo'q, ko'proq olamiz desa, adelni o'zimiz video qilamiz va qo'shib beramiz. Videosini tashib berasiz. Videoni oluvchilarga obuna. Hop. Endi ularni al ko'rganimiz yo'q-ku. Ularni hozir yoritib bera olmaymiz aka. Misol ular qo'shilgandan keyin narxi balandroq bo'ladimi, pastroq bo'ladimi, holati qanday? Plus ustiga shuni ustida bo'lsa, qo'shamiz. Shunda sal balandroq qo'zi. Bundan sifati yaxshiroq deyman. Ha, sal balandroq. Ha. Xudo xolasa, obunachilarga nima bo'lsa, bular ham ertachi qo'zi emas ekanda. Ha, bular shu yanvarda 15dan keyin tug'ilgan qo'zilar aka. Ha. Bular dekabr deydi-ku, dekabrimiz yanvarda 15dan keyin fevral boshida tug'ilgan qo'zilarda. Ha, qo'y qilaman degan insonlarga bo'lsa, qulayroq 40 ta dedingizmi? 40 bosh shu yerda o'zida hozir. G'achi 40 bosh bir joyda. Hop aka. Bularda yana nima ma'lumotlari bor endi aytadi? Bularda ma'lumoti shu aka, xudo xolasa, buni ushlab bir sharoitida o'sha suruvda yurgan qo'zilar to'g'ri. Shunday aka, xudo xolasa, dash sharoitida yurgan. Bu yog'i o'tlar ham adirlarda qurib boshladi. Shunday aziz aka. Ha, ertachi qo'zilar sotuvga kelaveradi. Obunachilarimiz irg'achidan mana shu ayirib, xudo xolasa ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa bu ham. Nariyog'ini tushiring aka. Oldini bu yoqqa tushirib bering. Iloji bo'lsa ko'ringani yaxshi-da obunachilarga shu bu yerda. Ichida bitta sariq qarabet qo'zisi bor ekan-a? Ha, qarabeti ham bor aka. Ay barakasini bersin. Keyin ularning narxini qanday qo'yamiz aka? Narxini aka biz barakat toping, ko'p obunachilarimizga sotuvlardan ham yengilroq qo'yyapmiz aka, xudo xolasa. Shu obunachilar bilan o'rtamizda masofani yaqinlatyapmiz aka, iloji boricha. Endi o'sha qo'yilayotgan qo'ylar hammasi sotilyaptimi aka? Xudoga ming qalloh shukr, azdaka necha partiya qo'ydik? 5-6 partiya qo'ydik. Barakat toping. Hamma sizga ham rahmat. Obunachilaringiz ham martda. Endi hammasi xalqda aka, o'zimizga o'xshagan odamlar. Shunday akajon. Sizda bizda inson. Shunday, ha. Ular ham shu 400-500 pulni ko'paytirish maqsadida. Shunday aka. Shunday aka. Xo'p, bularni ham endi aka kelishtirib qo'yasiz. Xo'p, bu yerda 3 minut bo'pti vaqtimiz. Xo'p, ma'lumotlarni aytdik. Ma'lumotini, yoshini aytdik aka. Xudo xolasa narxini ham bo'pti qarang. Holati aka, mana holati ko'rinib turibdi. Misol soyamdan ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bunday olayotganim yo'q. Mana qarang, boshqacha ko'rinar ekan pastdan olsa. Shunday. Yonidan olayotganim yo'q. Shunday. Katta ko'rinar ekan qo'zi. Shunday. Ustidan to'g'risiga olib turibman-da. Shunday aziz aka. Ha, holatini ko'rsatish uchun. Shunday aziz aka. Xo'p. Endi yolg'on bu yerda aralashayotgan yo'q menimcha. Otangizga rahmat. Nima uchun obunachilar sizni yaxshi ko'radi? Endi shaffoflik bilan olib ketyapsiz. Rahmat aka. Endi shu qarang, maqsad nima bo'lyapti? Maqsad bizni molimni, tovarimni sotish bo'lyapti aka. Ochiq ayt, meniki ham halol mehnat. Aka, endi bundayda bizning ishimiz endi siz bilan oluvdor insonni xalqning orasida-da. Buni endi onlayn video ko'rilib borilyapti aka. Shunday. Misol bu nechta odam ko'radi? O'tgan marta qo'yilgan videoni 23 ming odam ko'rdi aka. Shunday. 2 kun 3 kun bo'ldi. Shunday. U video davomiy ko'rilib ketaveradi. Misol kuniga 5 ming, 6 ming, 10 ming qo'shilib ketaveradi. Shunday. 23 ming odam ham og'izga olsan odamda. Shunday. Har bittasini, misol bitta yolg'on ish aralashtirsak buni ichiga aka. 23 ming odamni bir martadan aldab chiqqan bo'ladi-da, uni gunohi aka. Alloh ma'mizni bersin. Xudo xolasa bizda bunday allash nima niyat yo'q. Xudo xolasa barakat topsin. Olgan odamim, sotgan odam barakat topsin. Bu yoqqa qaytaring aka. Oldi. Bularni xo'p, aziz aka. Aka. Bu yoqqa haydang bu yoqqa. Bularni ko'p narxini ham nima qilmaylik. Xudo xolasa shu irg'achilarni qo'yyapti, ko'ryapsiz inshaalloh. Erkagidan olgan odam 6 oy boqadi, bilasiz. Bularni olgan odam inshaalloh 10 yil, 12 yil uyida xizmatini qiladi. Foydalanadi, ha. Shunday, xudo xolasa nasib bo'lsa, shu olgan odam barakat topsin. Buni narxini xo'p, bitta joyda 40 tasi plus 10 ham qo'shaman 16 tani. Bundan yaxshi qo'y. Aha. Xo'p, 41 dan qo'yaman. 4.100 mingdan. 4.100 ming so'mdan bitta joyda bo'ladigan bo'lsa, dastavka xizmatim ham ichida. Plus. Aha. Dastavka xizmati obunachilarning foydasiga. Endi bunday savol bo'lyapti aka. Xo'p. Kommentariyada agar o'qigan bo'lsangiz,
Hop, mana shu hozir 4 million 100 mingdan qo'ydingiz. O'tgan marta necha puldan qo'ydingiz? 42 dan qo'ydingiz. 42 dan qo'ydim. Ha, o'sha 42 dan qo'yib, siz 42 sotdingizmi o'sha qo'ylarni? Yo'q, 42 sotmadim. Shaffoflik bilan aytgan, yaxshi. Mana o'zimizga Dino 8-martga 4,5 million so'mdan ichidan sotdim. Ha, bo'lib borib berishga. 17 boshda. Xo'p, Termizga sotdim. Yashirishni kerak yo'q. Mana Termizlik obunachimiz ham, Dinolik obunachimiz ham endi narxlarda endi mana shunday ko'rsatib borsak, menimcha yaxshi-da. Juda zo'r. Mana rahmat, to'g'risi. Biz haqiqatni aytaylik. Chunki nimaga shtovi nima qilyapti? Obunach, xo'p, vodiyga sotdim. 50 tani 3 million 850 ming so'mdan baraka qildim. Ha. Dastavka kimni bo'yniga? Dastavka, dastavkani ham Toshkentga sotdim 90 ta, 85 ta. 85 ta sotgan bo'lsam, uni ham shu plus 38 ga 25 dan quyuq suvi mayda kichkina katta oldi. Bir joyda uyga borib berdim, 5 million so'm zalog to'ladi. Qolganini uydan borib olib keldim. O'sha 150 ta qo'yilgan qo'zi qo'chqorni bo'lib sotdingiz, to'g'rimi? Hammasini sotdim. Endi barakatli, sizga ham rahmat. 4 milliondan aylanibdi-da. Shunday, sizga ham rahmat, obunachilaringizga ham rahmat. O'shani aka, o'sha 42 dan qo'ygan narximizni shuna do'st xalqimiz ko'ryapti-da, endi bir xil tushunadi, bir xil tushunmay yozadi aka. Ko'ryapti 42 dan narxi ekan deb birdan holatiga hisoblab ketyapti-da. Endi bu o'suvdor narsa, yemga boqiladigan narsa, misol go'shtiga nima qilmaydi-da. Boqilgan bo'lsa go'shtiga birdan uriladi. Lekin uni savdosi ham bo'lyapti-da ichida. Shunday. To'g'rimi? O'tib berilyapti, aytgan narx qo'yib, aytgan narxga sotilgan yo'q. O'tgan marta hop Nurullo akamiznikini qo'ydik. U ham 70 bosh edi aka. 4,5 milliondan narx qo'ydik. Xudoga shukr, endi uning ichidan bitta ikkita bo'lmasa, endi o'zimizda amaki u ham. O'zimizda qo'ylar. Hop, negativ bir ikkita bo'ldi-yu, baribir hammasi maqtab yozdi. Narxni zo'r qo'ydik. Endi 4,5 dan qo'yganmiz, har birovdan aka 500 mingdan o'tib berib 4 milliondan narx sotildi aka. Gap yo'q, gap yo'q. Endi hammasi savdosi bilan bo'lyapti-da. Shunday. Xudo xolasa mana shu oladigan odamni o'zi telefon qilyapti. Xudoga ming qalla shukr, ko'ksimizda qo'limiz iloji boricha yaxshi gap bilan to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti. Insonlar ham inson. To'g'ri, o'zimizda xalqdanmi aka? Insonlar ham nima qilyapti? Xudoga ming qalla shukr, nomard inson telefon qilgan yo'q. Telefon qilgan odam qo'y olaman deb hojat bilan telefon qilsa hojatini bitkazyapmiz. Xudoga ming qalla shukr. Sizga to'g'ri kelsa, shunday. Nasib ular kelishuv asosida hamma narsa ish bitadi-da, xullas. Shunday. Hop, bu videoni tugatamiz aka. Postlar tugatamiz, endi erkak postlar chiqarib video qilamiz aka. Shunday qilaylik. Irg'achi qo'zini agar plus yana bitta narsa, agar olaman desa 56 bosh bo'ladi. 41 dan o'q o'zi bundan ziyod bo'ldi. Shunday bir joyda videosini tashib berasiz aka. Videosini tashib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. 4 million 100 dan. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Bo'l, barakasini bersin chorvangizga. Rahmat, barakat. Hop, erkak qo'zlarni endi video qilamiz. Videomiz ham sal menimcha cho'zilib ketdi aka. Endi qo'ydi maqtaganimiz yo'q. Shunday, real haqiqatni aytaylik. Haqiqat narsalar aytib gapirilyapmiz endi. Ay barakasini bersin. Bo'la. Husan aka. Hov, bu yerda necha bosh bu yerda? Bu yerda erkak 20 bosh, aziz aka. 20 bosh erkak qo'zimiz bor. Ha. Xudo xolasa. Qo'zlarimiz, jonivor. Bitta narsa aytib o'tib ketay, bular onasi ko'p panchi qo'y. Panchi qo'y bilasiz. Bular o'zi hozir mayda bo'lgan bilan sal yemga boradi-ku. Xudo xolasa tez kattarib ketadi. O'zi o'nda ertachi qo'zi emas ekan-da, bular ham aka. Bular ham mana shu menda standart, o'z bilasiz aziz aka. Yanvarda 15 dan keyin tub boshlaydi. Mana qo'zlar qarang. Hop. Bular necha puldan deysiz aka? Bularni bunday qilaylik aziz aka. Bo'ldim sotadigan narximizni qo'yamiz. 39 dan Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab plus dastavkasi bor. Olsin baraka. 20 bosh bir joyda. Endi 39 dan endi 39 dan hisoblasak ham aka. Hop, sizga endi hozir dastavka deyapsiz-ku. Dastavka ham 200 ming atrofiga aylanadi-da bitta qo'yga. Endi mayli olib beraman. Azizjon. Yo'q, shuni ham aytib o'taylik. Hop. Dastavkasi yo'q. 37 dan bo'ladi-da, to'g'rimi? Obunachilaringiz kelsa. Endi o'z ko'rib tursiz-ku 38,5 39 sotyapman. Men sotyapman azizjon. Sotyapman narxini inshaalloh ro'yras aytdim. Bir so'm qo'shganim yo'q. Obunachilarimiz ko'rib ham, olgan odam ham ko'radi-da bu videongizni. To'g'ri. Olgan odam ko'rib turibdi. Yozyapti aka, bir xil videolar tagiga yozyapti. Men shu qo'yni oldim. Misol, 10 ta 15 tasini oldim. Narga akalarimiz videolariga ham-da. Shunday. Xudo xolasa buni izimizda bor davomda. Ishto bu olgan odamni ham shunday olib boraman-da. Pulni sanatib, aka Xudo xolasa qo'ydim barakat tog', mana shuncha qo'ydim, mana shunchadan berdim deb ko'pdan video olganman. Xudo xolasa chunki ertangi kunda nima hamma narsa halollikda. Shunday, to'g'ri.
Xudo xolasa Endi qo'zlar. u siz bilan oldin insonni kelishishida bu yoq aka. Yo'q. Narxini necha pul qo'ydingiz? Narxini 39 dan qo'ydim. Luboy odam qo'yadi, 42 ga kirish deyapti-ku, ichida 20 ta olaman shunday desin, 4,5 deb bir o'zini aytib oladi. Endi Misol, birovda ko'rib turibmiz. qarang, birovda gapirish, birovda misol qilayotgan ishini hozir ikkomiz gaplashsak, u bu ko'chadagi xotinlar gapidan bo'lib qoladi-da aka. Otangizga rahmat. Shunday narsalar gapirmaylik. Mana. Kim gapirsa, nima qilsa o'zi biladi aka. Omadini bersin. Ha, hammani chorvasiga o'zi ishiga omadini bersin. Qo'ygan narxingiz 39 bo'ldi. 39 dan qo'yaman, ustiga bitta narsa dastavka qilib beralaman. Ha. Obunachilaringiz Pastga tushiring aka. Xudo xolasa barakat topsin. Pastga. Nasib bo'lsa. Bir ko'rsatib o'taylik bo'lmasa bularni ham. Mana qarang, suyaga qarang. Suyaga pul bersin jonivorlarni. Qarang. Dashti moli tengi toza. Ketdi-ku bular jon. Ha, ukol darmoni bo'lgan. Ular bilan bularni qo'shib olaman desa ham gaplashilmayveradi. Ha, ular bilan plus qo'shaman desa, mayli, ko'ksimizda qo'limiz. Agar plus bo'ladigan bo'lsa 39 dan, uni 41 dan baho qo'ydim. Buni vaqtimiz ham kech bo'lyapti aka. Biz asram o'tib ketyapti. inshaalloh Xudo xolasa nasib bo'lsa shu obunachilaringiz ham bir mazza qilsin. Ha. Olsin. 20 tasi bir joyda, 40 tasi bir joyda. Plus qo'shilaman desa 16 ta ustiga qo'shtiraman, olmayman desa 20 taga 40 ta, 60 ta. Hey bo'ldi aka. Ko'p odamlar ko'rib tursiz, izlovchi ham ko'p. 100 ta erkak olaman desa 400 ta g'ach olaman deb telefon qilyapti obunachilar. To'g'ri. Biz plus erkakning ustidan arzon qo'ydik qo'zini. Shtobi nimaga obunachilarimiz shtobi ertan Endi Qo'jon aka barakat topdim. Qarang aka, endi qo'y olib kelyapsizlar. Misol hammasini shu narxi bilan olib kelyapsizlar-da, yo birontanikini urib kelyapsizlar. Yo'q, bizda men misol olib sotar emasman Azizbek, o'zingiz bilasiz. Men bozorda yuradigan bola emasman. Ya birovni qo'yini ushlab, men obunachilarimizdan biz 100% birovni qo'yini ushlab shu yoqqa kirib savdo qilgan bola emasman. O'zim ishim bor. O'z akalarim, o'z qishlog'imda 10 mingdan oshiq qo'y bor, o'z bilasiz. To'g'ri. 10 mingdan oshiq qo'ylar shu gartaga yordam qil deydi. Mana shu inson orqangizdan insonlarni oling. Shu insonlar qo'yning azobini ko'rgan odamlar. Mana shu insonlar qo'yning izidan yurgan insonlar. Mehnatini bu akalar qiladi. G'irin qildik-ku. Ha, shunday. Ha. Mana shu insonlar qo'yning orqasida yuradi. Bularga ustunlik tomoni bozorga borib yarim kechasi soat, yana ham aytaylikda, 2 dan turib kiltkada qo'y sotmaydi. Ha. Bir joyda sotadi, Xudo xolasa. Endi aka u insonlarni ham ish bityapti. Bir joyda turyapti, telefonni ko'ryapti, yoqadi, siz bilan gaplashadi, oladi aka. Shunda uyiga qo'y boryapti, shu pulni sanab beryapti. To'g'ri. Shunday bo'lyapti aka. Demak, keyin bu dashti mol aka. Shunday. Tengi toza, sifatli narsa. Shunday. Xo'p, zotiga qarab hamma narsa tortadi-da aka, misol. Shunday. Ertangi kun ota-onasi yaxshi bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, ertangi go'sht qilishi ham yaxshi bo'ladi aka. Shunday aziz aka. Xudo xolasa nasib bo'lsa bulardan barakat topadi. Bundan ham, undan ham. Xudo xolasa aka. Sizga ham rahmat, barakat toping. Xo'p aka. Aziz aka. Chorvangizga Alloh barakasini bersin. Rahmat, barakat toping.